jonli kitob. Hikoyalarimizni to'liq va qismlarini oldindan tinglamoqchimisiz? Barcha ma'lumotlar Telegram kanalimizda. Jonli kitob Telegram kanaliga a'zo bo'ling va barcha yangiliklardan oldinroq xabardor bo'ling. Garol. Muallif Saida Aziz. Mana bu boshqa gap. Sizga qoyil. Siz eng zo'r ammasiz. Degancha yuzidan ham cho'l pullatib o'pib oldi. Sal narida o'zlarini kutib turgan Abdurahmonga jilmayib boqarkan. Shahzod akaning yoniga ketdik, dedi. Abdurahmon ham qizga javoban tabassum bilan kifoyalandi. Shahzod onasini sovchilikka olib borib kelgach, Aslzodaga sim qoqdi. Kutilmaganda bo'ladigan sovchilik shundoq ham qizni shoshirib qo'ygandi. Shahzodning qo'ng'irog'idan sevinchi 2 karra ko'paydi. Ba'zan shodlik shunaqa ustma-ust keladi. Yuraging ko'tarolmay qolishi mumkin. Labbi Shahzod aka. Go'shakni qulog'iga tutgancha javob qildi qiz. Tayyorlanib tur, boryapman. Xo'p. Shahzod Mabruraning ishidan tashqari Zoda bilan o'zi ham ochiq gaplashib olishni reja qilgandi. To Abdurahmon va Charos Mabrurani olib kelishguncha u ham bo'lajak rafiqasi bilan kelishib olishni ko'zladi. Mabrurani taniqli psixolog qabuliga yozdirishdi. Buni Aslzoda o'z zimmasiga olgandi. Ustozim borlar, aytaman, qabul qiladilar, degandi ishonch bilan. Qiz o'z so'zida turdi. Kechaning o'zidayoq hamma ishni puxta bajardi. Faqat Mabrura yana vahima qilmasa bo'lgani. Oppoq kofta va shimda darvozaning kichik tabaqasini yoparkan, Aslzoda eshik yoniga to'xtagan mashinada o'tirgan Shahzodga jilmayib boqdi. Avval ikkimiz gaplashib olishimiz kerak, dedi Shahzod jiddiy ohangda. Qiz ajablandi. Bosh irg'ab qo'ydi-yu, gapirmadi. U o'zgacha munosabatni kutgandi. Yoshlar doimga o'zlariga sevimli bo'lgan qahvaxonaga kirib borishdi. Shahzodning qiyofasidagi sovuqqonlik va jiddiylik Aslzodaning ko'ngliga g'ulg'ula soldi. Qahvaxonaning alohida bo'lmasiga kirib joylashdi. Shahzod ofitsiant yigitga shirinlik va sharbat aytdi. Aslzodaning xumor ko'zlari yigitga qadalgandi. Yigit ikki qo'li bilan boshni changalladi. Nima gap, Shahzod aka? Savol berdi qiz toqati toq bo'lib. Shahzod chuqur xo'rsindi. Qizga ko'zlarini qadadi. Uning nigohidagi tushunarsizlikdan Aslzoda portlab ketayozdi. Gapirsangizchi, bugun sovchilar kelishdi. Yo siz rozimasmisiz? Oxirgi gap titrab aytildi. Umid qilib tursang-yu, ammo umiding ushalish arafasida xuddi so'nggi yaproqdek uzilib tushsa, quruq shoxlarga tikilgancha alamda qolasan. Aslzodaning qalbini ham xavotir tobora chirmovuqdek egallab olayotgandi. Zoda, dedi Shahzod va nihoyat tilga kirib. Onam kasal. Kasal? Suyak saratoni ekanlar. Men endi bildim. Bu gal yigitning ovozida titroq sezildi. Shahzod qizga kecha eshitgan ko'rganlarini birin-ketin gapirib berdi. Onam senga uylanishimni xohladilar. Shuning uchun rozi bo'ldim. Agar o'z ko'nglimga qarasam, onamning operatsiyalari cho'ziladi. Yoki o'limlarini tezlatishga sabab bo'laman. Shu sabab senga sevgi bera olmasam, mendan ranjima. Ochig'ini aytaman. Onam uchun senga uylanyapman. Aslzodaning boshidan bir chelak muzdek suv quyib yuborilgandek bo'ldi. Mag'zun jilmaydi. Mendan qanday javob kutyapsiz? Biroz og'rinib gapirdi qiz. Sizda balki sevgi yo'qdir, ammo men sizni yaxshi ko'raman. Ha, bolaligimizdan beri sizni pinhona sevib kelaman. Shahzod yalt etib qizga qaradi. O'rtog'ining gapi rost chiqqandi. Demak, Shahzoddan boshqa hamma sezgan. Yigit esa qizning sevgisini samimiy munosabatga yo'ygan xolos. Zoda. Qizning ko'zlarida yosh yiltilladi. Barmog'ining uchini ko'rsatib so'zladi. Mana shuncha bo'lsa ham yaxshi ko'rmaysizmi meni? Shunchagina sevgi topilmaydimi? Men o'zingizni majburlashingizni istamayman. Albatta, seni yaxshi ko'raman, Zoda. Axir bolalikdan ko'z oldimda katta bo'lgansan. Lekin to'g'risi,
boshqa nigoh bilan qaramaganman. Nima qilay? Oyimga aytib, oqlikni qaytaraymi? Shahzodning ko'zlari katta ochildi. Bu nima deganing? Nima qilay bo'lmasa? Ayting, bir unday deysiz, bir bunday. Aslzoda o'zini tutib tura olmadi. Yig'lab yubordi. Shahzod uning yig'isidan ko'ngli bezovta bo'ldi. Yo'q, hech narsani qaytarma. Seni yaxshi ko'raman. Faqat mendan undan ko'pini talab qilma. Birinchi navbatda onam to'yimizni ko'rsinlar. Keyin operatsiya qildirsinlar. Sen onamga suyukli kelin bo'lsang, men seni kaftlarimda ko'tarib yuraman. Aslzoda yigitga qaradi. Shahzod kaftlari bilan qizning yuzidagi tomchilarni artdi. Meni tushunganing uchun rahmat. Hamma ham sevib turmush qurmaydi zoda. Ba'zan shunday vaziyatlar ham bo'larkanda. Biz sevishganlar bo'lmasak ham, eng yaxshi do'stlardan tashkil topgan juftlik bo'larmiz ehtimol. Aslzoda indamadi. Bosh qimirlatib qo'ydi xolos. Mabrura opa va Charos kelishdi. Ustozing bilan gaplashganmisan? Ha, 1 soatdan keyin ko'rishamiz. Shahzod soatiga qaradi. Yur, o'sha joyga borib tura qolaylik. Abdurahmon aka ularni olib keladi. Taniqli psixologning psixologik markazi. Eshik yonida Aslzoda va Shahzod qolganlarni kutib turishardi. Birozdan so'ng Abdurahmon boshqarayotgan treker ularning yoniga kelib to'xtadi. Mashinadan Mabrura va Charos tushishdi. Shahzod cho'chibroq ular tomonga qadam tashladi. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Mabrura alik oldi. Minnatdorchilik bildirdi. Aslzoda Charos va Mabrurani ergashtirib ichkariga kirib ketdi. Paytdan foydalangan Abdurahmon esa Shahzoddan Charos haqida so'radi. Shahzod hayron bo'ldi. Aka, siz hech qizlarga qiziqmasdingiz-ku? Onam topgan qizlarga ham rozi bo'lmagandingiz. Kim bilsin, balki Alloh nasib etsa, yaxshi qizga o'xshadi. Juda yaxshi qiz. Juda yaqin tanishmasman-u, ammo yuz ko'zdan seziladi. Dedi Shahzod miyig'ida kulib qo'yarkan. Hayot xuddi avtobusga o'xshaydi. Kimdir chiqadi, kimdir tushadi. Kimdir bu yo'lda bizga yordam berib ketsa, kimdir aksincha. Mabrura psixolog bilan so'zlasharkan, butun hayotini ilk bor kimgadir so'zlab berish edi. Psixolog ayol uning gaplarini bo'lmay eshitardi. Jim bo'lib qolgan paytda esa savol berib, yana suhbatni davom etardi. Dadamdan juda qo'rqardim. Ayniqsa ichib kelib, onam bilan to'polon qilsa, o'zimni bilmay qolardim. Tezroq shu janjal tugashini istardim. Akam meni uydan olib chiqib ketardi. Ko'chada dadam uxlaguncha aylanib yurardik. O'shandan buyon nimadir bo'lsa, ko'cha aylanishga chiqib ketaman. Biror dugonangiz bormi? Yo'q. Maktabda Gulmir bilan bir partada o'tirardik. Birga borib kelardik. Keyin u boshqa qishloqqa erga tegib ketdi. Men esa odamlar bilan chiqish olmayman. Gaplashkim kelmaydi. Hatto onam bilan ham. Shunaqa fe'lim bor. Nimani xohlaysiz? Mabrura yelka qisdi. Bilmayman. Ochig'i, menga nima yoqishini ham bilmayman. Xudodan nimani so'raysiz? O'g'limning baxtini ko'rishni. Mabrura shirin entikib gapirdi. Psixolog ayol u bilan 1 soatdan ortiq suhbatlashdi. Ayolning taqdir hikoyasini tingladi. U bilan ishlash, chuqurlikdagi holatidan yuqoriga ko'tarib olishi bir muncha qiyin kechishini angladi. Ammo harakat qilishga ahd qildi. Mabrura, yana 2-3 marta kela olasizmi? Deb so'radi psixolog ayoldan. Mabrura bosh irg'adi. Rozilik bildirdi. Diyor va Shahzodning garov o'ynagan kunidan roppa-rosa 25 kun o'tdi. 25-kun. Garovda yutishga 5 kun qoldi. Mabrura psixolog ko'rigiga bordi. Treninglarda ishtirok etdi. Har gal unga Charos hamrohlik qilardi. Ularni Abdurahmon kutib olar, aytilgan manziliga olib borardi. Bu orada Abdurahmon va Charosning orasida ko'rinmas nimadir rishta bog'lanib ulgurdi. Aslzoda Mabrurani stilist, dizaynerlar bilan tanishtirdi. Ular ham ayol bilan ish olib borishdi. 1 oy avvalgi ayolning qiyofasi butunlay o'zgardi. O'zining yuzini ko'zguda ko'rgan Mabrura ko'zlariga ishonmadi. Nahot shu ayol o'zi bo'lsa? Kichkintoy Shahzod onasini ko'rib, og'zi lang ochilib qoldi.
Aya, kelinlarga o'xshab qolibsiz, dedi beg'ubor ohangda. Hamma kulib yubordi. Azizaxonning uyida esa to'yga tayyorgarlik avjiga chiqqandi. 2 kundan so'ng uning uyiga kelin keladi. Yillarki orzu qilganlari ro'yobga chiqadi. Xonadoniga o'g'lining ortidan sevimli kelinchak tashrif buyuradi. Azizaxon bu kunlarni ozmuncha orzulamadi. Vujudiga dard yopishganda ham shu umid bilan og'riqlarni yengib borardi. Borgan sari og'riqlar zabtiga olardi. Ammo tishini tishiga qo'yib chidardi. Shuhrat aka doktorlar bilan gaplashib, operatsiya kunini ham tayin qilishdi. Azizaxon kunora tekshiruvlarga borib kelib yuribdi. To'y o'tgach, 3-kuni u jarrohlik stoliga yotqiziladi. Hammasi taxt qilingan. Faqat to'y o'tib olsa bas. Shahzod onasining yuzidagi baxtiyorlikni ko'rib, qilgan tanlovidan zarracha afsus qilmadi. Mabrurani salondan olib, onasining yoniga olib keldi. Ularni tanishtirdi. Kichkintoy shahzodni ko'rib, Azizaxonning chehrasi yorishdi. Sizda ham bir shahzod bor ekanda, deb qo'ydi. Mabrura uyalib, andisha qilib, ayol bilan arang suhbatlashdi. To'y kuni albatta kelinglar, onangizni ham olib keling, dedi Azizaxon uni kuzatarkan. Bu orada shahzod Mabruraning uyiga usta tushirdi. Charosning dadasi Mabruraning akasi Sherzod bilan ham samimiy gaplashib oldi. Aka, men sizga pul beraman. Faqat 1 so'miga xiyonat qilmay, singlingizning uyini ta'mirlatib berasiz. O'zingizdagi pulga esa suv chiqartirib, hammom ham qurdirasiz. Sherzod bosh silkidi. Keyin bir taklif bor. Aka singil ikkingizga uyingizda non sex ochib bersam rozimisiz? Hovlingiz katta ekan, 2 xonani ta'mirlab, non sexiga moslaymiz. O'z qishlog'ingiz, yoningizdagi qishloqdagilarga non yetkazib turasiz. Kunlik tushumni o'zingiz nazorat qilasiz. Ammo sexning boshqaruvchisi Mabrura opa bo'ladi. Foydani o'zaro kelishasizlar. Menga hech narsa kerak emas. Faqat duo qilsangiz bo'ldi. Bu gapni eshitgan Tursunoy xolaning ham ko'zlari yoshlandi. Uzundan uzoq duo qildi. Duo oxirida onajoningizga Alloh shifo bersin. Bizga qilganlaringizning savobi haqqi tezroq tuzalib, yoningizda uzoq yillar sog' bo'lib yursinlar, dedi. Shahzodning ko'zlari yoshlandi. Ishni boshlashdi. 25 kun ichida ancha-muncha rejadagi ishlar amalga oshdi. To'y kuni yetib keldi. Shahzod hayajonda edi. Jahongir uning yelkasiga yengil shapatilatib, "Hayajonlanma o'rtoq", deb qo'ydi. Aslzoda shahzodning yonida bo'ldi. Mabruraga qo'lidan kelgancha yordam berdi. Hatto Abdurahmonning ishidagisini Charosga ham yetkazdi. Ularning to'ydan so'ng Abdurahmonning sovchilari Charosnikiga borishadi. To'yga to'y ulanadi. To'yxonaga kirib kelayotgan Mabrura va Tursunoy xola o'zlarini biroz noqulay his qilishardi. Dilbarxon Tursunoy xolani ko'rdi-yu, toshdek qotdi. Bundan 20 yil avval uni qarg'ab ketgan o'sha ayolning qiyofasini ko'rgandek bo'ldi. Nahot shu ayol bo'lsa? Dilbar titrab ketdi. Azizaxon ayollarni dugonasiga tanishtirarkan, "Shahzod yordam qilgan ayol esingdami?" deb qo'ydi. Dilbar karaxt edi. Bosh irg'ab qo'ydi. 2 ko'zi ichkariga odimlayotgan Tursunoy xola deydi. O'shami yo boshqami? Chidolmadi. Kelin kelguncha ayolning suhbatini olishga qaror qildi. "Yaxshi o'tiribsizlarmi?" degan bahona bilan yoniga bordi. Sekin gap boshladi. "Uzr, men sizni bir ayolga o'xshatdim. Mabodo nogiron o'g'lingiz yo'qmidi?" Tursunoy xola bosh chayqadi. "Yo'q." Dilbarxon o'rnidan turdi. "Unda uzr, men birovga o'xshatibman." Tursunoy opa ortidan so'z qotdi. "Singlimning nogiron o'g'li bo'lgan. Noto'g'ri dori sabab o'lgan." Dilbar yana ortiga o'girildi. "Singlingiz qayerda?" Tursunoy opa xotirjam javob qildi. O'sha paytda birinchi turmushidan nogiron farzand ko'rgandi. Shu yerda, shaharga tushgandi. Avvaliga eri, keyin bir necha yildan keyin bolasi ham o'ldi. Qishlog'imizga qaytib, boshqa odamga turmushga chiqdi." Dilbar beixtiyor "Tirikmi?" deb so'radi. Tursunoy opa bosh irg'adi. "Men uyingizga boraman. Singlingiz bilan uchrashtira olasizmi?"
deb so'radi Dilbar qandaydir qalbida yorug'likni his qilib. Shu topda karnay-surnay sadolari yangrab, kelin kelayotgani xabar berildi. Shahzod va Aslzoda juda bir-biriga munosib juftlik bo'lishdi. Ikkisining kirib kelishini ko'rib, Azizaxonning ko'zlari yoshlandi. Oyoqlarida yana og'riq kuchaydi. Bir qo'li bilan Dilbarga suyandi. Dugonasi uning holatini darrov fahmladi. Ahvoling yaxshimi? Pichirlab so'radi. Azizaxon arang bosh qimirlatdi. Shahzod sezmasin, dedi jilmayishga urinib. Ayni paytda butun tanasi zirqirardi. Shu topda ruhi tanasini tark etsa-yu, bu azoblardan qutulsa. Kelin kuyov restoran to'ridan joy egallashdi. Azizaxon arang o'zini tutib turardi. Bo'lmadi. Dilbar, yordam ber. Shahzod bilmasin, qizlar ham, dedi ingranib. Dilbar Shohidani yordamga chaqirdi. Ikkisi ayolni ikki tomondan tutgancha zaldan chiqishdi. Foyada turgan Shuhrat aka xotinining tobora oqarib borayotgan rangini ko'rib qo'rqib ketdi. Nima bo'ldi? Tobi qochdi. Tez doktorga olib borish kerak, dedi Dilbar dugonasini qattiqroq suyab. Azizaxonning esa oyoqlari o'ziga bo'ysunmay borardi. Dadasi, ukol qildirib kelaman. Siz shu yerda bo'ling, Shahzod bilmasin, dedi og'riqdan ovozi qaltirab chiqqan ayol. Shu zahoti ko'chada turgan Abdurahmon mashinani o't oldirdi. To'y avjiga chiqqan lahzalarda onalar tabrigi marosimi bor. O'sha fursatlar yetib keldi. Taniqli boshlovchilar kelin va kuyovning volidalarini sahnaga taklif qilishdi. Shu topda hamma Azizaxonni izlab qoldi. Boshlovchi bir necha marta Aziza opa, qudangiz Nasiba opa bilan davramiz markaziga taklif qilamiz deya chaqirdi. To'yxonada g'ala-g'ovur ko'tarildi. Shahzodning yuragi tez ura boshladi. Boshlovchilar tomondan ko'z uzmasdi. Onasiga nimadir bo'lgan. Sal narida turgan Jahongirni imlab chaqirdi. Nega oyim chiqmayaptilar? Tinchlikmi? Dilbar xolam ham ko'rinmayaptilar. Hozir surishtiraman. Kimdir boshlovchilarga nimadir dedi shekilli, ular yana kuy qo'shiqqa navbat berishdi. Shahzod Aslzodaga qaradi. Zoda, onamga nimadir bo'lgan. Yuragim sezyapti. Tezroq to'yni tugatish kerak. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, Shahzod aka. 2-3 qo'shiqdan so'ng boshlovchilar yana onalarni taklif qilishdi. Bu gal Azizaxon qudasi Nasibaxonni yetaklab chiqdi. Qarsaklar chalindi. Shahzodning yuragi tipirchilashdan to'xtadi. Aslzodaga qarab qo'ydi. Jahongir kelib qulog'iga shivirladi. Xavotir olma, biroz toblari qochgan ekan, ukol olib kelibdilar. Shahzod va Aslzoda volidalari tomon qadam tashlashdi. Ikkisining qo'lida guldasta. Azizaxon bu damlarni yillarki orzulab yashagandi. Har to'yga borganida shu jarayonda yuragi bir to'lqinlanib olardi. O'zi ham yetdi. Allohga shukr. Shahzod onasini quchoqlaganda onaizor to'liqib yig'lab yubordi. Yana vujudida og'riq sezila boshladi. Baxtli bo'lgin, deb shivirladi onaning lablari. To'y tugadi. Kelin salomni uyda o'tkazilishi ma'lum qilinib, to'yxonadan chiqishdi. Yor-yor sadolari ostida Aslzoda Shahzodning hovlisiga oq harir libosda kirib borarkan, Azizaxon uni kulib qarshiladi. Peshonasidan o'pdi. Xush kelibsan qizim deya iltifot ko'rsatdi. Ammo shu topda kasallik o'zini ko'rsatdi. Ming urinmasin, oyoqlari bo'ysunmadi. Azizaxon shilq etib yiqildi. Yig'ilganlar qiy-chuv qilib yuborishdi. Shuhrat aka chaqqonlik bilan Abdurahmonni chaqirdi. Azizani yana mashinaga solib kasalxonaga olib ketishdi. Shuhrat aka qizlariga mehmonlarni kuzatishni tayinlab, o'zi ham birga ketdi. Shahzod Aslzodani uyda qoldirib, o'zi mashinasiga o'tirdi-yu, kasalxona tomonga uchdi. Ko'zlaridan duvillab yosh oqardi. Quloqlari ostida onasining ovozi eshitildi. To'yingni ko'ra olmay, o'lib qolsam-chi? Allohim, onamni asra. Iltijo qilaman. O'zing shifo ber. Onamni olib qo'yma. Tinimsiz Allohga iltijo qilib kelardi o'g'il. Ayolning ahvolini ko'rgan shifokor zudlik bilan operatsiya qilmasa bo'lmasligini ta'kidladi. Faqat bu gal 50-50 ancha vaqt o'tkazib yubordik, dedi shifokor. Shuhrat aka ham, Shahzod ham rozi bo'lishdi. Azizaxon hamon hushsiz edi. Onasining xuddi jonsizdek bo'shashgan qo'llarini tutgancha
Shahzod unsiz ko'z yosh to'kardi. Oyi, jon oyi, o'zizga keling. Siz xohlagan kelin keldi. Iltimos, yana ozgina yashang. Men uchun, dadam uchun yashang. Shuhrat aka o'g'lining yelkasiga qo'lini tashladi. U ham cho'kib qolgandek ko'rinardi. O'g'lim, o'zingni qo'lga ol. Men bu yerda qolaman. Sen kelinni yoniga bor. Shahzod ko'nmadi. Onang ham shuni istagan bo'lardi. Aslzodani birinchi kundanoq yolg'izlatma. Dilbar xolang, opalaring o'sha yerda. Bora qol. Shahzod chorasiz o'rnidan turdi. Volidasining pardozi ketmagan peshonasidan ohista o'pdi. So'ng xonadan chiqib ketdi. Shahzod bezatilgan hovliga kirib borarkan, negadir yuragi siqildi. Sal oldin bu yerda to'y bo'layotgani ham unutilgandek jimjit edi. Oshxona tomonda Shohida opa yigit tomon yurib kelarkan, nima bo'ldi? Opaning ahvoli qanday deya so'radi. Ertaga operatsiya. Hali hushlariga kelmadilar, dedi Shahzod yig'lamoqdan beri bo'lib. Tuzalib ketadilar. Mana ko'rasan, albatta yaxshi bo'ladilar, dedi ayol ham ko'z yoshini yashira olmay. Yigit o'ziga ajratilgan xobgoh tomon qadam tashladi. Eshik ochilib, ichkaridan Nasibaxon va Dilbarxon birga chiqib kelishdi. Ikkovi ham yigitdan Azizaxonning ahvolini so'rashdi. Shahzod ularga ham boyagidek javob berdi. So'ng qaynonasiga yuzlanib, uzr so'rayman. Oyim kasal bo'lmaganlarida hammasi chiroyli o'tardi, dedi. Nega unday deysiz? Ilohim tezroq tuzalib ketsinlar. Hali yaxshi kunlar oldinda. Baxtli bo'linglar, dedi Nasibaxon kuyovining yelkasini silab qo'yarkan. Shahzod ichkariga kirganida Aslzoda oq libosni yengil milliy libosga almashtirib bo'lgandi. Juftining holatini ko'rib, istiqboliga oshiqdi. Oyjon yaxshimilar? Deb so'radi. Shahzod bosh silkib qo'ydi. Asta divanga o'tirdi. Yelkalari silkinib, yig'lab yubordi. Zoda, oyimdan ayrilib qolsam nima bo'ladi? Aslzoda beixtiyor uni quchoqlab oldi. Unday demang, oyijon tuzalib ketadilar. Mana ko'rasiz, deya taskin berarkan, o'zining ham ko'zlari yoshlandi. So'ng erining yoniga o'tirib, qo'ldan tutdi. Yomon narsalarni o'ylamang, xo'pmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Doktor 50-50 dedi. Bu degani doktorlar xudo emas, Shahzod aka, dedi qiz uning ko'z yoshlarini artarkan. Shahzod uni ilk bor bag'riga bosdi. Rahmat, yaxshiyam yonimda ekansan. Aslzoda jim edi. Na quvonishni, na ranjishni bilmasdi. Diyorning mashinasi yana o'sha tanish qishloq ko'chalari oralab o'tib, hali bo'yog'i qotmagan kichik darvoza yonida to'xtadi. Yigit mashinadan tushib ichkariga mo'raladi. Ichkarida ta'mirlash ishlari ketayotgani sezilib turardi. Turli qurilish ashyolari har joyda to'plangandi. Mabrura opa, deya chaqirdi Diyor. Ichkaridan orasida kiyingan, ko'zlari chaqnab turgan ayol chiqib keldi. Keling, dedi yigitga qarab. Uzr, sizni tanimadim. Diyor ham Mabrurani tanimagandi. Ilk ko'rgan ayoli bilan hozirgisining orasida yer u osmoncha farq borligi ko'rinib turardi. Ilgari tushkun, o'ziga qaramagan, qarimsiq ko'ringan Mabrura bu gal jozibali ko'rinishda namoyon bo'lgandi. Diyor ich-ichidan Shahzodning g'olib bo'lganini fahmladi. Ammo bu olamda insonni har ko'yga soluvchi bir his bor. Uning nomini nafs deymiz. Kimdir o'z nafsini to'g'ri boshqara oladi. Kimningdir nafsi esa girdob kabi egasini chuqurga tortib ketaveradi. Diyordan garov haqida eshitgan Mabruraning chaqnab turgan ko'zlari so'ndi. Tanasi bo'shashdi. Ishonchi xuddi qo'lidagi chinni piyola kabi chil-chil bo'ldi. U hammaga ishongandi. Hammaning samimiyatiga, beg'araz, beminnat yordamga ishongandi. Biroq ishonch paymol bo'ldi. Xuddi ezg'ilangan guldek oyoqlari ostida yanchildi. Ayol Shahzodga ham, Aslzodaga ham, Charosga ham qattiq ishongandi. Ammo ular qayerdagi garov uchun uning qalbini o'yin qilishdi. Ilgari odamlardan xoli yashaganida hech kim uning qalbini o'yin qilishga jur'at etolmasdi. Hozir ular yo'lda kelishyapti. Chunki bugun garovning so'nggi kuni. Agar siz chiqindixonada bo'lmasangiz,
o'z ishingizni topib ketgan bo'lsangiz, Shahzod g'olib bo'ladi. Aks holda men. Lekin ko'rinib turibdiki, Shahzod yutibdi, dedi Diyor ta'sirli ohangda. Mabrura Diyorning ko'zlariga qaradi. Yo'q, Shahzod emas. Siz yutdingiz. Degancha ikkita qopni ko'tarib, yana o'sha chiqindixona tomonga odimladi. Diyorning ayyor nigohida mamnunlik aks etdi. Mashina rulini boshqarib kelayotgan Shahzod Diyorning gapiga ishonmadi. Ishonmasang, to'g'ri chiqindixonaga kel, dedi Diyor baland ovozda. Yutqazding, o'rtoq. Shahzod uchun $10,000 kechish yutqazish hisoblanmasdi. U Mabruraning hayotiga nur olib kira olganidan xursand edi. Diyordan olatgan o'sha pullarni ham Mabruraga berib ketishni reja qilgandi. Kichkintoy Shahzodning kelajagi uchun taqdim etmoqchi edi. Nega bunday bo'ldi? Nega yana u ayol aynib qoldi? Uni o'zgartirish uchun ozmuncha harakat va xarajat qilmadi. Har birini Alloh yo'lidagi ehson deb amalga oshirdi. Zora shu hadyalari sabab onasi shifo topsa deb umid qildi. Mabruraning uyini ta'mirlatdi. Unga non sexi ochib berdi. Ayolning o'z ustida ishlashi uchun sharoitlar qildi. U ishongandi. Endi chiqindixonaga bormaydi. U mana shu sexni yuritib, o'ziga munosib ishni qiladi. Taqdir bergan imkoniyatlardan to'g'ri foydalana oladi deb ishongandi. Qolaversa, hademay Charos va Abdurahmonning to'yi bo'ladi. Ular endi salkam qarindosh xudoga aylanishadi. Shahzod chiqindixona yoniga yetib kelguncha ming bir xayolni o'yladi. Diyor uni kutib turardi. Mashinadan tushgan Shahzod chiqindixona ichida o'tirgan Mabrurani ko'rib tutaqib ketdi. Mabrura opa, bu nimasi? Axir siz bilan. Ovozi balandlab gapirdi yigit. Mabrura unga yalt etib qaradi. O'rnidan turdi. Sen yutqazding, Shahzod, dedi sensirab. Shu bola bilan garov o'ynagan ekansan. Bir oydan keyin men chiqindixonaga chiqmasam, u senga 10,000 berish kerakmidi? Shahzod Diyorga qaradi. Nega aytding, dedi tishlari g'ichirlab. Diyor kulib yelka qisdi. Xabari bor deb o'ylabman-da. Aytmaganmiding? Xullas, Shahzodboy, bu yigitga kelishilgan pulingni ber. Sen yutqazding. Mabrura shunday degancha ikkita qopni sudrab ulardan uzoqlashdi. Shu topda yigit ich-ichidan yutqazmaganini his qildi. Miyig'ida kulib qo'ydi. Diyorga pulni uzatarkan, g'iromlik bilan yarim yo'lda qolib ketasan, Diyor. Mard bo'l, iltimos, deya mashinasi tomon yurdi. Diyor esa uning nimaga shama qilganini ham anglamadi. Pulni olgancha mashinasiga o'tirib bu yerdan uzoqlashdi. Shahzod ikkita qopni sudrab ketayotgan Mabruraning ortidan boqarkan, uning o'zgarganini sezdi. Bir oy avvalgi ayol bunday qat'iyatli gapira olmasdi. Odamlarning ko'ziga qara olmasdi. Men chiqindixonadan ketadigan ayolni emas, mana shunday irodali Mabrura opani istagandim, dedi o'ziga o'zi. Ayol garov haqida eshitib ranjigani uchun atayin Diyorning yonida shunday tomosha ko'rsatganini allaqachon tushunib yetgandi. Telefoni jiringladi. Aslzoda. Alo. Shahzod, bolam. Narigi tomondan Azizaxonning ovozi eshitildi. Qayerdasan? Qishloqqa kelgandim, dedi yigit rulni boshqararkan. Garovda yutdingizmi? Bu gal Aslzoda savol berdi. Aftidan ular telefonni ovoz kuchaytirgichga qo'yishgandi. Shahzod kulimsiradi. Uyga borganda aytaman, deya telefonni o'chirdi. Mashinadan jarang sochayotgan qo'shiqni balandladi va bu yerdan jo'nab ketdi. Bu dunyo arzimas fido bo'lishga. Bandasan, urinma xudo bo'lishga. Har neki taqdirdir, Allohdan bo'lar. Shohmisan, tayyor tur, gado bo'lishga. Tamom. Tinglaganingiz uchun tashakkur.